turgan joyimiz Uhud diyori deyiladi. Uhud diyori maqsad tog'ning nomini Uhud deyiladi. Janozaga qatnashsa kim Uhud tog'i barobar savob beradigan mashhur bo'ladi. Uni arxeologlar hisoblashganda taxminiy og'irligi 45 milliard tonna degan. Taxminan. Kim janoza namoziga qatnashadigan bo'lsa, qabristonga borsa, Uhud tog'i barobar savob beriladigan tosh shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom biz Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham biz yaxshi ko'radi degan. Shu tog' nazar tutib aytgan. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Usmon roziyallohu anhu bu tog' tepasiga chiqqan tog' qimirlagan. Usbut ya jabal degan. Sobit turgan ey tog' tepangda bitta nabiy, bitta siddiq, bitta shahid turibdi degan. Bu tog'da uzunligi 20 kilometr. Uhud degani Ahad so'zdan olingan bitta tog' degani. Boshqa tog'lar qo'shilmagan bitta tog' degani. Mana bu tog'ning nomini Jabal Zumot deyiladi. Zumot degani jamoatchilar degani. Payg'ambar alayhissalom Badr jangidan keyin Uhud jangi bo'lgan. Hijrat 3-yilda mana shu joyda Uhud jangi bo'lgan. Mushriklar bilan musulmonlar o'rtasida Narigi tomoniga 50 ta kamoshir bo'lib qo'ygan. Biz urushda yutamizmi, yutkazamizmi farqi yo'q, shu tog'dan tushib kesla pastga degan. Urush 21-22 minut tugagan. Musulmonlar foydasiga hal bo'lgan. Jang bo'lgan. Jang tugagandan keyin musulmonlar o'lja olishlik bilan ovora bo'lgan. Bittasi otini, bittasi tuyasini, bittasi musulmonlarni olgandan keyin Rasululloh bizni. Narigi orqa tomondan Xolid ibn Valid degan odam otga qo'shinlar bosib kelgan. Bu tomonda ayting. Shahid bo'lgan. Mana shu joyimizga osmon 3000 ta farishta tushgan. Mana shu yerimizda farishtalar bo'lgan, 3000 ta farishta. Qayerga ketganini his qilaylik. His qilishimiz kerak. Jang bo'lib payg'ambarimiz alayhisalom qattiq jarohatlangan jang. Mana orqamizda turgan qabristonga kelgan 70 ta sahobani payg'ambarimiz alayhisalom qo'ygan. O'sha bitta qabrning ichida ikkita sahoba ham bor. Qabr yengi boshlavlagan, qaysi biri orqasiga bittasi o'tirib, bittasi tuproq tortib. Bu yerdagi qo'yilgan sahobalar ichida payg'ambarimiz alayhisalom amakilari bo'lgan. Mana o'tiraveraylik. Hamza degan. Hamza ibn Abdul Muttolib payg'ambarimiz alayhisalomda amakilari Allohning arsloni deb nom olgan. Shu Badr jangida Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba degan 3 ta mushriklar kattalarni o'ldirishgan musulmonlar. Shunda Utba ibn Robiyaning qizlari Hind degan qizlari o'zining qo'lidagi quli bo'lgan, vahshiy degan qora qul bo'lgan. Shunga aytgan, agarda Hamzani Uhudda o'ldiradigan bo'lsang, men seni qullikdan ozod qilaman degan. Hamza roziyallohu anhu qo'lida qilishlar bilan 60 ta odamning ichida mushriklar o'ldirgan. Bu kishi kuchli baquvvat odam bo'lgan, basavlat chiroyli odam bo'lgan. Jang bo'layotganda hali vahshiy Hamza roziyallohu anhuni mo'ljalga olib, qo'lidagi nayzasini otganda kinnigidan keyin orqasiga tushib ketgan nayza. Va shu yerda jon taslim qilgan. Haligi Hind kelib, jang tugagandan keyin vahshiyga aytgan qonunni yor degan. Qonunni yorib chiqarib jigarini chaynagan. Tutib olgan. Quloq burunlarini kesib, ko'zlarini o'yib, burunlarini kesib olib, bo'yniga mo'ncha qilib olgan. Hamza roziyallohu anhu. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalomning ammalari bo'lgan Sofiya degan. Sofiya otiki Ummul Banonning 3 ta ammasi bo'lgan. Shu Sofiya onamiz o'zining akasi Hamza roziyallohu anhu ko'rish uchun bu yoqqa kelayotganda o'g'illari Zubayr ibn Avom degan o'g'illari bo'lgan. Bo'ynovcha basavlat jangal odam bo'lgan bu kishi. Payg'ambarimiz alayhissalomning bojalari bo'lgan.
va jannatga kirishiga bashorat bergan 10 ta buyuk sahobaning bittasi bo'ladi bu kishi tirikligida. Bu uzun ozg'indan keyin qattiq odam bo'lgan, kuchli odam bo'lgan. Hattoki o'g'illari Abdulloh ibn Zubayr aytadi, Handaq jangida hozir egan bo'lamiz, Handaq jangi bo'lgan joyga Nawfal ibn Abdulloh al-Mahzumiyni otda quvlab ketib qochayotganda qilichi bilan u kechasiga ikkiga bo'lib tashladi odam degan. Juda baquvvat odam bo'lgan. Shu kishi onasini yo'liga chiqib, onajon bormang, akangizni holatini ko'rib yuragi chidamaydi deganda, onasi ham baquvvat bo'lgan, o'g'lini surib olgan qochdi. Uzoqdan ko'rib, u tog' tagida ichaklar osilayotganini ko'rib turib, yuragi chidamasa orqaga qaytib ketgan. Orqaga qabristonga qo'yilgan bu odamni. Hamza roziyallohu anhu. Yana bitta qo'yilgan odamlardan Abdulloh ibn Jahsh degan odam o'tgan. Bu kishi payg'ambarimiz alayhisalomda qayn akalari bo'lgan. Zaynab bint Jahsh degan ayollarning akasi bo'lgan. Birinchi bo'lib islom olamida shu kishi qo'llariga bayroq bergan. Banu Asad qabilasidan bo'lgan. Qo'llariga bayroq bergan. Birinchi bo'lib islom olamida bayroq ko'tarib chiqqan odam Abdulloh ibn Jahsh bo'ladi. Shu kishining qabrlari ham bor deydi. Yana bittalari Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu, bu kishi payg'ambarimiz alayhisolamga o'xshaydigan odam bo'lgan. Yosh yigit bo'lgan, 19 yoshda Madina Munawvaraga kelgan. Xuddi Rasulullohga o'xshagan bo'lgan ko'rinishlari. Payg'ambar ko'rgan odam Rasululloh kelyapti deb o'ylagan. 19 yoshda kelgan, Madinadagi eng chiroyli yigit bo'lgan bu kishi. Eng go'zal, qadr-qomat kelishgan, husn jamollik, butun Madina qizlar oshiq bo'lgan bu kishiga. Lekin bitta o'g'il bo'lgan, boy odamga farzand bo'lgan, Rasulullohning da'vatlariga ijobat qilib shu hamma narsani tark qilgan bu kishi. Tark qilib da'vat uchun Madina Munawvaraga Makkadan kelgan. Olim bo'lgan, ilmda, qori bo'lgan, axloq, odob, go'zal, halim, muloyim odam bo'lgan bu kishi. Madina xalqini islomga kiritgan odam shu odam bo'ladi. 23 yoshida mana shu shahid bo'lgan. Mus'ab ibn Umayr. Bu Madina Munawvaraga kelgan paytlarida Mus'ab ibn Umayr odamlarni o'zining chiroyli husn-xulqi bilan, axloqi bilan, odobi bilan da'vat qilayotganda Madinada ikkita qavm bo'lgan. Oldingi yahudiylar yashagan. Madina Munawvaraning nomlari Yasrib bo'lgan. Rasululloh kelgandan keyin Madina degan shahar degani, Munawvara degan munavvar shahar degani. Rasululloh kelgandan keyin Madina Munawvaraga aylantirilgan. Ikkita qavm bo'lgan, bular Yamandan ko'chib kelgan. Avs va Hazraj degan odamlar bo'lgan bular, aka-uka bo'lgan. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom al-iymanu Yaman degan. Iymon Yamannikidir degan. Ular yahudiylar sig'dirmagan. Shu ikkita aka-ukadan tarqagan Avs va Hazraj qabilalari bo'lgan. Bittasini boshlovchisi Sa'd ibn Muoz degan odam bo'lgan. Yana bittasini boshlovchilari Usayd ibn Huzayr degan odam bo'lgan. Ular yosh yigitlar bo'lgan, 30 ga kirgan. Usayd ibn Huzayr aytganki, bir odam kelib meni da'vat qilyapti, eshitdingmi degan. Qanday men eshitmashim mumkin? Kim ekan u? Boramiz deganda Mus'ab ibn Umayrga aytgan. Sen kelib bu odamni da'vat qilyapsan ekan, eshitding o'zi. Nechun kelding dedi. Xotirjamlik bilan muloyimlikda aytdiki, o'tiringlar dedi. Meni gapimni eshitdinglar dedi. Yo'qsa qabul qilasan, ehmatiga qarasan dedi. Qur'onni o'qidi, birpasda qalbi ochildi haligilar. Qalbi ochildida bu dinni qabul qilish uchun nima kerak dedi. Iymon keltirasan, uzr qilib kerakli namoz o'qisang bo'ldi dedi. Iymon keltirib musulmon bo'ldi, borib o'zini qavmiga aytdi Sa'd ibn Muoz. Ey qavmim, men sizlar uchun kimman dedi? Ulug'imiz Sayyidimiz bo'lasan dedi. Men qaysi dinda bo'lsam, sizlar ham shu dinda bo'lasizlarmi dedi. Ha dedi. Men musulmon bo'ldim, ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh dedi. Butun xalq bir kechada musulmon bo'ldi, Madina xalqi. Payg'ambarimiz alayhisalom, ey Sa'd, albatta sen jannatga kirasan, albatta jannatga kirasan, sen do'zaxga kirmaysan dedi. Handaq jangida bir o'q kelib, o'q tomiriga kirib ketdi. Shu bilan qon to'xtamasdan bu kishi 37 yoshda shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom yahtazzu li arshir rahmani li mawti Sa'd ibn Muoz dedi.
Allohning arshi larzaga kel Sa'd ibn Muoz o'limiga dedi. Bitta odamning o'limiga Allohning arshi larzaga keltirib yubordi. Hozirda Masjid Nabaviyning oldida Jannatul Baqiy qabristonida shu o'rtada hovuzga o'xshagan qabr bor. Shu Sa'd ibn Muozning qabrlari. Shu kishini Sadiq shu kishining qabrlari bor. Bu sahobalardan Payg'ambarimiz alayhissalomda muhaddis bo'lganda u sahobalardan birlarini ikkalasi qabrlarni ketib qo'ygan. Shu odamni shu Jannatul Baqiy qabristoniga qo'ygan. Mana shu odamning iymoniga ham Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu sababchi bo'lgan. Endi shuncha odamni islomiga, Madina xalqini islomiga sabab bo'lgan odamni 23 yoshda shu shahid etgan. Kofirlardan bir mushriklardan tashkili orqa miyasiga qilishma urgan Muhammad o'ldi degan. Hamma sahobalar mashina tushkunlikka tushib qolgan. Payg'ambar alayhissalom o'ldi deb. U Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu o'ldirgan bo'lgan. Odamlar Rasululloh o'lgandan keyin bizga hayot nima keragi bor degan. Payg'ambarimiz esa o'lmagan edi. Sahobalarning 10tasi ana Jabal Rumot tagida Rasulullohga qalqon bo'lib turishdi. Hattoki Talha ibn Ubaydulloh degan sahobani orqasidan 70 ta o'qchi kamon sug'urib oldi. Xudo taolo bu kishini o'lim bermagan bo'lsa o'lmaydigan inson. 70 ta o'qchi tipratiqga o'xshab ketgan orqasi. Talha ibn Ubaydulloh fil jannati, jannatga Talha ibn Ubaydulloh dedi. Bu ham jannatga kirdi. Jannat bashoratni oldi. Mushriklaridan birlari kelib qo'lida gurzi bilan Payg'ambarimiz alayhissalomning betlariga urdi, dubulg'asi bor ekan, lekin temir dubulg'a. Qayrilib yuziga kirib ketdi. Odamlar tortib chiqara olmadi. Rasululloh qattiq ozor berdi. Shunda sahoba ikromlardan Abu Ubayda Omir ibn Jarroh roziyallohu anhu og'izda tishlari bilan tishlab tortib olgani ikkita tepada kurash chiqib ketdi. Sahobalar aytishardi, sahobalar ichidagi eng chiroyli kemshik Abu Ubayda degan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar: "Va inna likulli ummatin aminun va aminu hadhihi al-umma Abu Ubayda" degan. Bu ummatning eng ishonchli, eng kuchli kishisi Abu Ubayda bo'ladi degan. Hattoki Payg'ambarimiz alayhissalom olamdan o'tgandan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu da xalifa qilsaylarimiz degan kishi Hazrat Umar bilan Abu Ubayda roziyallohu anhu qo'llar ko'targan. Boshqa ikkita odam haqli xalifalikka dedi. Payg'ambarimiz alayhissalomga uylarini bergan sahobiy bo'lgan. Uylarini bergan. Hozir boramiz. Masjid Quboda o'rnida Sa'd ibn Haysama degan. Shu kishi otalari Amir ibn Jumuh degan odam bo'lgan, oyog'i cho'loq. Shu odam bilan mana shu joyga kelgan. O'g'lim bormagin, sen bitta o'g'ilsan deganda boshqa narsaga bo'lsa xo'p dedim dedi, lekin shahidlik maqomi turganda bu narsani men tark qila olmayman degan. Bo'lmasa men sen bilan birga ketaman degan. Oyog'i cho'loq odam askarlarga suv tashigan bu yerda. Jangda qolib ketmaydi. Hozir mana Ukrainada boshqa jang bo'lsa odamlar qochyapti jangdan. Lekin bular jonini fido qilgan Rasululloh uchun. Mana shu uchun bular sahoba bo'lganda. Mana shu sahoba bo'lgan. Rasulullohning joni bilan, moli bilan fido qilib qo'rlashgan bular. Keyin bu toqib bu tomonga qarab tushib ketgan sahobalar qochgan joy. Hali shahidlar bo'lgandan keyin qochganda pastda turib olib Abu Sufyon bilan ularni haqoratga so'kkanda Payg'ambarimiz alayhisalom sizlar ham javob qaytarmaysizlar degan. Hazrat Umar roziyallohu anhu bu tog' tepasidan ularga javob qaytargan. Bir safar senlar yutishing, ikkinchi safar biz yutdik. Nima uchun bu yerda Alloh taolo ularga mag'lubiyatni berdi deganda, jangda bir tomon bir safar kofirlar bo'lsa, g'olib bo'lsa, ikkinchi safar bo'ladigan musulmonlar bo'lgan va musulmonlarga qattiq bu dars bo'lganki, jangda payg'ambarga yoki qo'mondonga itoat qilmaydigan bo'lsa, mag'lubiyatga uchrashlikni darsini berib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolom haqlarida "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu" dedi. Payg'ambar alayhisolamga nima qil deganimizda qilinglar va nimadan qaytarganimizda qaytinglar dedi. Biz din shariat islomiyaga amal qilgan taqdirimizda keyin g'alaba qozonamiz. Bo'lmasa qo'pol aytgan ikki oyog'i bo'lib aravani orqasiga olib yura olamiz va ikkinchi rivojlanmaymiz.
Mana shu narsalarni ta'limini Alloh subhanahu va taolo sahoba ikromlarga islomni ibtidosida mana shu joylarda butun dunyoga islom tarqatish uchun katta bo'lgan voqealarni ko'rsatib bergan. Mushriklar soni 2000 dan oshiq bo'lgan, sahobalar soni oz bo'lgan, 800 ta bo'lgan. Va Uhud jangidan keyin musulmonlar ancha tushkunlikka tushib qolgan. Bunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz islom ko'ngilini ko'tarishlik uchun boshqa oyatlar nozil qilgan. Orqamizda turgan qabristonda o'tgan asrda 19-asrda katta bir sel kelib yuvib ketgan. Yuvib ketganda shahidlarni yer tepasiga chiqarib qo'ygan. 1400 yil oldin qo'yilgan shahidlar 1 soat oldin qanday qo'ygan bo'lsa shunday holatda yotgan edi. Chirimagan. Nimaga odamga qo'ygandan keyin 1 yildan keyin 6 oydan keyin yo'qib ketadi. Shundan keyin. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sarohatan aytganki: "Va la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata." Va tahqiq Allohning yo'lida o'lganlar o'lgan demanglar ularni. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Chunki Alloh taolo ular tirikdir. Alloh taolo ularni rizqlantirib o'zligi. Shunda Muhammad Mahmud Salloh rahmatullohi degan bir ulug' zot o'tgan olim shu kishining dafn marosimida qatnashdim degan. Uhud shahidlarining dafn marosimida qatnashdim. Shunda men Hamza roziyallohu anhu jasadlarini ko'rdim degan. Katta ulkan jasadli savratli odam edi. Hamma yo'q, qorni yorilgan, quloq burunlar, ko'zlari o'yilgan, kesilgan edi. Shu ko'targanimizda jarohatdan qon oqib ketdi, hammaning muskambarga kiyib ketdi degan. Qaytadan yana qabrga qo'ydi degan. Bu ko'rib qo'ygan bandalarim. Bu din islomni dunyoga taratishlikda o'ldi bular, lekin bular shahidlik maqomida ketdi hammasi. Qiyomatda sizlar shahid shafoat qiladi bular degan. Shahidlarni oxirgi tomchi qoni yerga tushgunga qadar Alloh hamma gunohini kechiradi. Lekin birodarlar bir kun ham kechirmaydi Alloh taolo. Shuhadolarni, ularning jonlari uzilishligi bilan ruhlari jannatdagi oltin qadrlar osib turadi deydi shahidlar. Bu millatning dinini himoya qilib, o'zining jonini fido qilib yuborgan insonlarni shahidlar deyiladi. Xolis Xudo uchun chiqqan bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar uchun chiqqan bo'ladigan bo'lsa, mana shu shuhadolar islom olamida birinchi bo'lib shahid bo'lgan zotlarni jasadlar orqasiga qabriston turibdi. Endi bular haqlariga nima qilishimiz kerak? Qo'limizda keladigan Qur'on o'qib duo qilamiz. Boshqa narsa kelmaydi qo'limizda. Bir safar kelganimizda Jabal Rumon tepasiga xotinlar mayda-mayda toshlarni yig'ib so'mkasiga oldi. Nima qilasiz desam, olib borib sumalakka solamiz deyapti. Ko'rdingizmi? Ongiz fahamni ko'rdingizmi qarang. Bu yerda faqat Qur'on o'qib duo qilib boshqa narsa bo'lmaydi. Hozir bizda xatmi Qur'onlar tayinlangan bo'lsa, farzandlar musulmonlar boshqa tomondan 5 ta xatmi Qur'on tayinlangan bo'lsa, mana shu yerda ularning haqlariga Qur'on o'qib duo qilib qo'yamiz. 3 ta 6 ta. Shundan boshqa. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. 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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. İlahi Parvardigorlik sizga hamd Qur'onlarni dargohiga husn qabul aylang. Savoblarni mana shu joyda yotgan shuhadolar avvalroq Hazrati Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu, Sa'd ibn Ubayd roziyallohu anhu, Abdulloh ibn Jahsh, Sa'd ibn Haysama, boshqa barcha ulug' sahobalarni o'tgan qancha sahobalar o'tgan hammalarini ruhoniyatlarga yetkazgan. Parvardigoro qiyomatda bularga shafoat qilgan. Bizlarni ham Parvardigor avlod zurriyotlarimizga dinga xizmat qiladigan mana sahoba ikromlarga o'sha buyuk va ulug' zotlar chiqishini Xudo o'zi nasib etsin. Hammalarimizni bu ziyoratlarimizda ruhiy va ma'naviy oziq olishga Alloh nasib etsin. Allohumma solli va sallim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.